Odatda hech qayerda ishlamaydi degan iboraga ko'p duch kelamiz. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Ishlamaydi, ammo ro'zg'ori but, hayoti ravon. Qanday qilib deysizmi? Chunki norasmiy bandlik ishsizlik degani emas. Axir ular ham ishlashadi, daromad topishadi, ammo ko'plab imtiyozlardan bebahra qolishadi. Jumladan, jamg'arib boriladigan pensiya badal to'lovlari, keksayganda pensiya ta'minotini olish, ishdagi karyera, ijtimoiy muhofaza, mehnat ta'tiliga chiqish, homiladorlik va tug'ish ta'tillari, 3 yoshga to'lmagan farzandlari bor ayollarga beriladigan qo'shimcha ta'tillar, o'quv ta'tili, ijodiy ta'tillar, voyaga yetmaganlarni ishga jalb qilish va ularga qonunchilikda belgilangan imtiyozlar. Bundan tashqari, zararli omillarda ishlaganligi bois hayoti va sog'lig'iga ziyon yetkazish xavfi. Bugungi kunda 70 ga yaqin norasmiy bandlik faoliyat turlari mavjud va ularni har qadamda uchratamiz. Endilikda siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz va mavjud imtiyozlardan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. O'zini o'zi band qilganlar bepul ro'yxatdan o'tadi. Mehnat staji va pensiyaga ega bo'ladi. Daromad solig'i to'lamaydi. Mehnat huquqi kafolatlanadi. Ro'yxatdan o'tishni o'zingiz yashayotgan mahallangizdagi hokim yordamchisiga murojaat qilgan holda, shuningdek, soliq mobil ilovasi yoki may.soliq.uz sayti orqali tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Jarayon yakunlangach, sizga QR kodli guvohnoma taqdim etiladi. Bu o'zini o'zi band qilish rasman ro'yxatdan o'tkazilganligini bildiradi.